Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun integral mavzusini yana davom etkazamiz. Bu yerda hozir mavzumuz aniq integral va egri chiziqli trapetsiya yuzi. Demak, integral bo'yicha nimalarni o'rgandik? Integral nimaligini o'rgandik, jadvalni o'rgandik, integral olishni o'rgandik, bo'laklama integrallash va differensial ichiga olib kirish narsalarini o'rgandik. Endi bizda aniq integral va egri chiziqli trapetsiya yuzasi. Aniqroq qilib aytganda, integralning tatbiqlari. Bu yerda e'tibor bering, aniq integral nima degani? Bizda integral mana fx dan dx bo'yicha nima chiqish kerak edi? Boshlang'ich funksiya, ya'ni fx chiqish kerak. fx plus s desak ham bo'ladi. Mana bu bizda integral edi. Aniq integralda nima bo'ladi? Bizda aniq integralda chegara beriladi. Mana masalan, integral a dan b gacha va fx dx. Mana bu aniq integral. Yozilishi a dan b gacha fx dx ga ko'ra. Oralig'i bor mana bu yerda. Bu nima degani? Bu o'zi integrali mana katta fx chiqib keladi va mana bunaqa chiziladi-da, a dan b gacha oraliq ko'rsatiladi. Buni hisoblash uchun hosil bo'lgan boshlang'ich funksiyada x ning o'rniga birinchi tepadagi son qo'yiladi, ya'ni f b qo'yiladi, ayrilgan f a. Ana shu ayirmadan nima chiqsa o'sha aniq integralni javobi bo'ladi. Bu Newton-Leibniz formulasi deyiladi. Mana bu formula. Bu formula yordamida biz aniq integrallarni hisoblaymiz. Men hozir buning geometrik ma'nosi nima ekanligini to'liq tushuntirib beraman. Bu yerda e'tibor bering. A dan B gacha deganda fx grafik chizib tushuntiraman. Masalan, birinchi misolga e'tibor bering. Birinchi misolda y teng 2x funksiya berilgan. Y teng 0 to'g'ri chizig'i, x teng 0 to'g'ri chizig'i va x teng 2 to'g'ri chiziqlaridan mana shu oralig'idagi hosil bo'lgan yuzani topishimiz kerak. Mana hozir grafikini chizib ko'rsataman bu yerda. Mana grafik chizsak, y o'qi, x o'qi, y teng 2x funksiyamiz taxminan mana bunaqa ketadi. Men eskizini chizyapman hozir. Y teng 2x mana, y teng 2x. Endi y teng 0 chizig'imiz bu ox o'qi mana. Ox o'qi, mana bu o'q, mana shu o'q. Y teng 0 chizig'iga to'g'ri keladi. X teng 0 chizig'i bu bizda oy o'q. Oy o'q. Va x teng 2. Mana bu yer 1 bo'lsa, mana bu yer 2. Mana bu yerda 2 degan to'g'ri chiziqda, mana nuqtadan mana bunaqa oy ga parallel to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Bu x teng 2 chizig'i bo'ladi. Mana x teng 2 chizig'i. Endi bu oraliqda nima hosil bo'ldi? Uchburchak hosil bo'ldi. Qarang. E'tibor bering, mana uchburchak. O'sha uchburchakning yuzini topishimiz kerak. Bu uchburchak yuzini biz oddiy o'zimiz bilgan usullar yordamida ham topa olamiz. Masalan, qanaqa qilib? Mana bu joy 2 ga tengligini bilamiz. Mana bu joy bizda hozir 6 bo'ladi. Agar men buni manaqa to'ldiradigan bo'lsam, bu yerda to'g'ri to'rtburchak hosil bo'ladi. 6 kere 2 12, yarmi uchburchak yuzi 6. Demak, bizda uchburchak yuzi 6 ligini bilamiz. Bu geometrik jihatdan mana bu aniq integral yordamida ham ishlasak bo'ladi. Ya'ni biz hozir aniq integralda nima yozamiz? Integral yozamiz. 0 dan 2 gacha yozamiz. Mana 0 dan 2 gacha. Funksiyamiz bizda 2x. Mana 2x yozaman dx ga ko'ra. Mana shuni hisoblasam, shu yuza kelib chiqadi bizda hozir. Mana 2x ni integrali, ya'ni boshlang'ichi x kvadrat edi va oraliq 0 dan 2 gacha. Xo'p, men birinchi hozir nechini qo'yaman? Men hozir mana buni noto'g'ri yozib yubordim. Zo'r, bu 4 edi. 4 bo'lganda 4 kere 2 8, mana bu joy 4 chiqish kerak yuzasi. 6 hisoblab yubordim. 2x edi bu. Xo'p, demak 0 dan 2 gacha bo'ladigan bo'lsa, birinchi 2 ni qo'yamiz mana bu yerga. 2 ni qo'yadigan bo'lsak 4 bo'ladi. Minus 0 ni qo'yadigan bo'lsak 0 bo'ladi. Ayirsak necha chiqadi? 4. Demak, bizda mana yuza 4 ga teng ekan. Bu integral yordamida hisoblanyapti. Endi savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Xo'p, nega biz aynan buni integral yordamida topishimiz kerak? Mana bunaqa osongina usuli bor, uchburchak qilib topiladi ekan.
Bu to'g'ri chiziq bo'lganligi uchun biz tushunib olishimiz uchun uchburchak usuli yordamida ham topsak bo'ladi. Lekin mana ikkinchi misolda parabola berilgan. Parabolada bu egri chiziq bo'ladigan bo'lsa, biz buni bunaqa oddiy arifmetika orqali topishimiz qiyin. Shuning uchun bizga integral kerak bo'ladi. Mana masalan, ikkinchi misolni tushuntiraman hozir. Bizda ikkinchi misolda funksiyamiz x kvadrat minus 2x plus 1. Keling, mana men buni ko'rinishini o'zgartirib yozib olay. X kvadrat minus 2x plus 1 yozamanda, plus 1 alohida yozaman. To'la kvadrat ko'rinishda yozib olmoqchiman. Bu yerda buni mana beradi x minus 1 xavs kvadrat plus 1. Demak, bu parabolani uchi aniq bo'lib qoldi bizda qayerda ekanligi. Mana e'tibor bering, bu y o'qi, bu esa x o'qi. 1 nuqtada parabolani uchi bor ekan. Demak, mana bu yer 1, mana bu yer ham 1. Mana 1 nuqtadan parabola tepaga qaragan. Mana bu yerda 2 degan nuqtada kesib o'tgan y-ni. Mana parabolani chizadigan bo'lsak, eskizini mana bu yerda 2 dan o'tdi. Mana parabola. Mana eskizi. Endi bizda qaysi chiziqlar bor? Y teng 0 ox chizig'i, x teng 1 va x teng 2. Y teng 0 bizda mana ox chizig'i, y teng 0 degan chiziq mana bu chiziq. X teng 1 chiziq mana bu chiziq. X teng 2 deganimiz mana bu yerda 2 dan o'tadigan chiziq. Ana endi e'tibor bering. Mana bu 1, mana bu 2. Mana shu yerda oraliqda hosil bo'lgan yuza kerak bizga. Bu egri chiziqli trapetsiya deyiladi. Mana bu chiziq bizda to'g'ri chiziq emas. Bu egri chiziq mana bu. Biz buni yuzini hozir integral yordamida topmasak, matematik jihatdan to'g'ri aniq qiymatini topa olmaymiz. Demak, integral yordamida topish uchun nima qilishimiz kerak? Yuqorida turgan funksiyamiz mana funksiya berilgan mana bu yoki dastlabki holati. O'shandan integral olishimiz kerak. Mana bu yuzani s deb yozib qo'ya qolay. S teng integral mana 1 dan 2 gacha bo'ladi. 1 dan 2 gacha. Funksiyamizni yozadigan bo'lsak, mana x kvadrat yoyilgan holatini yozaman. Plus 2 nimaga ko'ra edi bu? Dx ga ko'ra edi. Ana endi x kvadratdan integral x ni 3-darajasi taqsim 3 edi. Minus bu x kvadrat bo'ladi. Plus bu 2x bo'ladi. Oraliq 1 dan 2 gacha. Demak, birinchi 2 ni qo'yamiz. Bu 8 taqsim 3 bo'ladi. Mana 8 taqsim 3 minus 4 plus 4. 2 ni qo'yganimda. Bundan ayiraman 1 ni qo'yganimda. 1 ni qo'ysam 1 taqsim 3. Bu minus 1 bo'ladi, endi plus bo'lib ketadi. Plus 1 va minus 2. Ana endi e'tibor bering, bular qisqartirib yuborsam bo'lar ekan. 8 taqsim 3 dan 1 taqsim 3 darsa 7 taqsim 3. Demak, 7 taqsim 3 minus 1. Buni tagiga 1 yozib yana 3 dan bersak, 4 taqsim 3. Bizda mana bu yuza, mana shu egri chizig'imiz 4 taqsim 3 ga teng ekan. Biz buni albatta integral yordamida topa oldik. Bizga integral nima uchun kerak? Geometrik ma'nosi nima desalaringiz, mana shu aniq integralni geometrik ma'nosi o'sha berilgan funksiyani a va b oraliqda hosil qilgan, mana ox o'q oralig'ida hosil qilgan yuzasini topishni bildiradi. Mana shu ma'noni anglatadi. Endi 3-misolimizda ham yechimini ko'ramiz. Uning uchun bularni o'chiraman. Bularni yozib oling. Juda muhim. Xo'p. 3-misolimiz funksiya mana giperbola bo'ladi buni grafiki. E'tibor bering, bu mavzuni yaxshi tushunishingiz uchun funksiyalar, grafiklarni yaxshi bilishingiz kerak. Mana xatyaviy eskizini chiza olishingiz kerak. Minus 1 taqsim x grafiki mana bunaqa bo'ladi. Mana bu yerdan ox ga yaqinlashadi, ya'ni ox o'qimni asimtotasi gorizontal, bu vertikal. Xuddi shunaqa mana bu 4-chorakdan ham o'tadi. Mana y teng 0 bu ox o'qi, x teng 2 va x teng 4. X teng 2. Mana bu yerda 2, mana bu yerda 4. Mana 2, mana 4. Mana bu yerda hosil bo'lgan yuza kerak ekan. Bu yuzani men albatta s deb belgilab olaman. E'tibor bering, bu yuzani topishimiz uchun ox dan pastda bo'lganligi uchun oldiga minus qo'yib yozamiz. Ya'ni minus integral 2 dan 4 gacha funksiyamiz minus 1 taqsim x dx ga ko'ra. Demak, minus 1 taqsim x ni boshlang'ichi nima bo'ladi? Nimadan hosillaydi bu? Mana bu minusni oldiga bersam plus bo'lib ketadi. Bu natural logaritm chiqib kelardi. ln x.
2 dan 4 gacha. Bu nima degani? Bu ln 4 minus ln 2. Bu yerda ayirish bo'lganda bo'linib ketardi. ln 4 taqsim 2 bo'ladi-da, bu ln 2 ni beradi. Demak, bizda mana shu 100 hozir ln 2 ga teng ekan. Biz buni faqat integral yordamida aniq hisoblay olar ekanmiz. Boshqa yo'llar ancha murakkablik tug'diradi. Shuning uchun integral yordamida geometrik yuzasini hisoblashimiz mumkin. 4-misol. Xo'p, cosinus x grafigi chiza olamiz. 0 minus pi taqsim 2 va pi taqsim 2. Cosinus x qanaqa bo'lishini hozir eskizini chizib ko'rsatamiz. Mana bu yerda 1 dan o'tadi. Mana bunaqa. Plus minus 1 oralig'ida yuradi bu. Mana bu yerda minus 1, bu yerda 1. Bizga hozir unaqa hammasi kerak emas. Aynan minus pi taqsim 2, pi taqsim 2 oralig'i bo'lsa bo'ladi. Demak, minus pi taqsim 2 gacha. Mana bu nuqtamiz minus pi taqsim 2 bo'ladi. Mana bu nuqtamiz esa pi taqsim 2. Mana bu yerda yuza hosil bo'lyapti. Ox o'qib o'q. O'sha yuzani topishimiz kerak. S. Endi S ni topishimiz uchun integral minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha. Bizda cosinus x imiz bu funksiya, cosinus x va dx. Cosinus x dan integral sinus x edi. Mana sinus x ni qo'yamiz. Oraliq minus pi taqsim 2 va pi taqsim 2. Sinusda birinchi pi taqsim 2 ni qo'yamiz. Mana sinus pi taqsim 2 ayrilgan sinus minus pi taqsim 2. Demak, bu yerda sinus qiymati 1 ga teng. Mana bu minus pi taqsim 2 dan minus 1 bo'ladi. Lekin mana bu minus evaziga plus bo'lib javobimiz 2 chiqadi. Demak, mana bu yuzamiz nechaga teng ekan? 2 ga. Tushunarli? Bu trigonometrik funksiya bo'lsa ham ishlay olamiz. Ana endi juda ham ko'p tushadigan savol, 5-savolimiz. Buni yaxshilab ko'rib oling. Bu juda ham muhim. Yozib olishga harakat qiling. Videoni to'xtatib, buni o'chiraman. Demak, bizga ikkita funksiya berilgan. Shu funksiyalar orasidagi yuzani topish so'ralgan bu yerda. Mana 5-misolda ikkita funksiya bor. Ikkita funksiyani men hozir sizlarga eskizini chizib, orasidagi yuzani ham ko'rsataman. Keyin uni topamiz. Qana topishni ko'ramiz. X kvadrat bu parabola. Mana bunaqa ketadi grafiki, to'g'rimi? Y1 bu. Y1 x kvadrat. Ikkinchi funksiyamiz minus x plus 2. Bu mana bu yerda 2 va mana bu yerda 2 nuqtadan mana bunaqasiga o'tib ketadi. Nuqtani bu yoqdan qo'yaylik. Demak, bu 2, mana bu 2. Xo'p, bizda mana bu yerda kesishda x 1 nuqtada. Mana bu yerda kesishda x 2 nuqtada. Bizga hozir eng muhim keraklilari x1 bilan x2 va orasidagi yuza bu, mana bu yuza. Mana bularni uzun-uzun chizib qo'yaylik, chunki bular bizda x1, x2lar. Men hozir shu bo'yalgan yuzani topishim uchun, mana bo'yalgan yuzani topishim uchun mana buni y2 deb yozib qo'yay, minus x plus 2 deb. Bo'yalgan yuza teng integral mana x1 dan x2 gacha bo'lishi kerak. Qarang, har doim tepada turgan funksiyadan pastda turgan funksiya ayriladi. Tushunarli? Mana tepada turgan funksiya mana bu chiziqli funksiya minus x plus 2 dan ayiramiz. Pastda turgan funksiya bu parabola x kvadrat. Nimaga ko'ra? Dx ga ko'ra. Bitta muammo bor. Bizda x1 bilan x2 yo'q. Bu x1 bilan x2 ni oddiy tenglama yordamida topa olamiz. Ya'ni bular qachon kesishdi degan savolga javob berishimiz kerak. Mana y1 y2 ga teng deyiladi. y1 joyiga x kvadratni yozadigan bo'lsam, y2 ni joyiga minus x plus 2 ni yozadigan bo'lsam, bu tomonga olib o'taman. X kvadrat plus x minus 2 barobar 0. Bundan bitta yechimi minus 2 ekanligi, bitta yechimi 1 ekanligi kelib chiqadi. O'z-o'zidan x1 minus 2 ligini bildik. Mana bu esa 1. Endi integral davom etkazib qo'yamiz. Minus x kvadratdan minus x 3-si taqsim 3 chiqadi. Bu minus x kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Plus 2x minus 2 dan 1 gacha. Xo'p, birinchi 1 da qo'yib hisoblasak,
minus 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 2 plus 2 ayrilgan. Endi minus 2 ni qo'yadigan bo'lsak, bu o'zi plus bo'lib ketishi kerak. Ayirish bilan demak mana bu yerda hozir qo'yadigan bo'lsak 8 taqsim 3 plyusdan chiqish kerak, lekin minusdan 8 taqsim 3 bo'ladi. Bu minus plyusga aylanib ketadi, 4 taqsim 2 bo'ladi va mana bu ham plyus 4 bo'lar ekan. Endi buni hisoblasak, bu ikkalasi minus 9 taqsim 3 minus 3 chiqadi. Bu ikkalasi hop 3 taqsim 2 1,5 bo'ladi. Hop 2 ga 4 qo'shsak 6 bo'ladi. Bu minus 1,5, bu umumiy hisobda javobimiz 4,5 ga teng ekan. Demak, berilgan 100 bizda 4,5 ga teng bo'lar ekan. E'tibor bering, bu yerda aniq integralda nimalar bizga kerak bo'lar ekan, trapetsiya yuzasi nima ekanligini qisqacha bo'lsa-da tushuntirib o'tdik. Mana 5 ta misol qilib ko'rsatilindi. Mana shu oxirgi 5-misol ham juda ham ko'p tushadi. Sizlarga milliy sertifikat va DTM testlarida tushganda hozir tayyor holatda grafik ko'rinishda berilyapti. Mana bunaqa o'xshab eskizini toping, uni kesishgan joyini toping. Endi kesishgan joyini baribir tenglama qilib topasiz. Grafiki berilyapti. Grafiki berildi degani sizlarda ancha ishlaringiz oson bo'ladi. Grafik berildi, qayerda kesishlar aniq bo'ladi. Ba'zi funksiyalar grafiklar berilmaydi. Birdaniga o'zini yozishingiz kerak bo'ladi. Uning uchun funksiyani, grafiklarni yaxshi o'rgangan bo'lishingiz kerak. Mana hozircha shular. Shu bilan biz integral mavzusini tugatamiz. Integral tatbiqlarini ham va keyingi darslarda xudo xolasa hosilalarni o'tib bo'ldik, integral o'tib bo'ldik. Endi sekin trigonometriyaga hujum qilamiz. Trigonometriyani ham yaxshi tugatib chiqishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat.